Bismillahirrahmanirrahim. Sura Rahman. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Rahman. Mehribon Alloh. Allamal Qur'an. Qur'onni ta'lim berdi. Uni hifz qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. Xalaqal insan. İnsonni yaratdi. Allamahul bayan. Uningga maqsadini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Ash-shamsu wal qamaru bihusban. Kun bilan oy o'z burujlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. Wan najmu wash-shajaru yasjudan. O't cho'plar, dal daraxtlar sajda qiladi. Ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah osmonni egiz yaratdi. Alla tatghaw fil mizan. O'lchamda zulm qilmasliqinglar uchun Allah tarozini bekitdi. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. O'lchamda odil bo'linglar. Tarozida kam bermanglar. Wal arda wada'aha lil anam. Zaminni kishilarning foydalanishi uchun yoypon qildi. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Zaminda meyveler, bo'g'ulliq xurmolar bor. Wal habbu dhul asfi war rayhan. Samini bor dolliq ziroatlar. Xushbo'y o'simliklar bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Allah insonni, ya'ni otanglar odamni chaksa jaranglaydigan sopaldek quruq loydan yaratdi. خلق الجن من مارج من نار. Jinlarni o'tning yolqonidan yaratdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? رب المشرقين ورب المغربين. U ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning chiqadigan ikki joyining Parvardigoridir. Ikki mag'rib, ya'ni kun bilan oyning potadigan ikki joyining Parvardigoridir. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? مرج البحرين يلتقيان. U ikki dengizni biri tatliq, biri ochiq oqquzdi. Ular uchrashidi. بينهما برزخ لا يبغيان. Ularning orasida to'sma bo'lib bir-biriga qo'shilib ketmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Ulardan narvoyit bilan marjon chiqadi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini
inkor qilasizlar. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ Dengizlarda qatnayotgan tog'dek kemilar Allohning ilkididir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Azamatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Ya'ni hamma Allohga muhtojdir. Alloh har kuni bir holatdadir. Ya'ni Alloh har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yoritib turadi. Ahvollarni yengilab turadi. Mahluqotlarni paydo qilib turadi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob elishqa yuzlanamiz. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning qazosidan qechib, osmonlarning va zaminning chegiralaridan o'tib ketasanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib ketalaysizlar. Lekin sizlarga mundaq quvvat qayerdan kelsin? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ Qiyomat kuni sizlarga qiziq o'tning yolquni va tutuni avatiladi. Sizlar o'zinglarni qo'g'diyolmaysizlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chog'da osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ Bu kunda hech bir inson va jin o'zining gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarining
alohida alomati bo'lganlikdan mundaq so'rashqa hojat bo'lmaydi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ Gunohkorlar o'zlarining yuzlari qora, ko'zlari ko'k bo'lishdan iborat belgilaridan toniladi. Ular ko'ko'lilaridan va putlaridan tutilib do'zaxga tashlanadi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblanadi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Parvardigoringning oldida turib, hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? ذَوَاتَا أَفْنَانٍ U ikki jannatda turli mevalik daraxtlar bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ U ikki jannatda eqib turgan ikki buloq bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ U ikki jannatda har mevadan ikki xildan bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ Ular astarlari qelin tovardan bo'lgan to'shaklarga yo'linadi. Ikki jannatning mevasi turgan, o'ltirgan, yotgan odamni uzalaydigan darajada yaqindir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ U jannatlarda erlaridan boshqalarga qaramaydigan, erlaridan burun ular bilan hech inson va jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ Go'yo ular suzuklikda yoqutdir, oqlikda
narvoyitdir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Yaxshi ish qilg'uchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? ومن دونهما جنتان U ikki jannatdan tovanrak ikki jannat bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان